Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga PUBG Mobile'da 6000 gacha bonus va ajoyib qaytarmadagi sovg'alarni почти tekinga olishni bilib olasiz. Buning uchun PUBG Mobile akkauntingizga 7 kun mobaynida kirmasligingiz kerak. 8-kun kirishingiz bilan xuddi shundoq Welcome back sabitasi qo'shiladi va sizga ID karta beriladi. Shu sabitga qo'shilgan payt agar UC solsangiz, sizga 45 UC'dan 6000 UC'gacha bonus beriladi. Qani ko'ramiz, menga qancha UC bonus berar ekan. 45 UC. Yaxshi, 480 UC berdi. Mana UC bonuslarni ham olib oldik. Shu kunlarda o'yinga ajoyib qaytarma sabitasi ham qo'shilgan. Ajoyib qaytarma sabitasi ham qo'shilgan. Bunda UC sarflab, UC sovg'alarni ham olishingiz mumkin. Shu sabitga qo'shilgan payt RP yuksaltirishni tavsiya qilaman. Mana RP'ni ham yuksaltirib oldik. Endi ajoyib qaytarmadagi sovg'alarni kam xarajat qilib olishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun siz RP ballarini olishni tavsiya qilaman. 1000 RP baldan 3 marta olsangiz, sizga ikkita katta kristal beriladi. Ajoyib qaytarma orqali. Ajoyib qaytarmadagi ikkita kristalni olishingiz mumkin. 3 marta 1000 RP bal olib. Hozir 1000 RP bal olamiz. RP balni ham oldik. Endi sovg'alarni ham olamiz. Qani ko'ramiz bizning qanday omadimiz kelar ekan. Sovg'alarni ham oldik. Yana men 2 marta RP bal olsam, ikkita kristalni albatta olaman va RP missiyalarini bajarib, UC'ni qaytarib olishim mumkin. Sizga ham shunday qilishni tavsiya qilaman. Endi esa kichkinagina open case qilib o'tamiz. Videomiz ham oxiriga yetib keldik. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosing va kanalga obuna bo'lib qo'ying. Yangi videolarimizda ko'rishguncha xayr azizlar.